Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgi ikonik PUBG. Bugungi videomizda odam ko'rsatadigan cheat o'rnatishni o'rganamiz. O'tgan galgi videomizdagi aktiv uncha zo'r bo'lmadi, lekin ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz va videomizni davom ettiramiz. Videoga like bosing, obuna bo'linglar. Bugungi videomizda esa odam ko'rsatadigan cheat o'rnatishni o'rgatamiz. Odam ko'rsatmaydi, prosta yashil odam bo'ladi. Qanunda ketdi. Aytgan shuncha mehnat qadrlagan holda videomizga like bosing, obuna bo'ling. Qanunda ketdi. Birinchi bo'lib men Telegram kanalimga kirib olamiz va mana ikki Telegram kanalini va bu yerda 3 nuqtaga bosib reklamalarni jildiga saqlaymiz. Reklamalar jildidan chiqib Telegramdan, ya'ni va download Telegram bunga kirib bu yerga chiqarmoq, bunga bosib qo'yamiz va buning ustiga bitta bosib filis nusxalamoq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va chetimiz shunday o'rnatiladi. Shuncha mehnat qadrlagan holda videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Valla mana cheatimiz ham o'rnatildi. Endi PUBG'ga qaytib kirsak ham bo'ladi. Qanunda ketdi. Demak, valla cheatimiz ham shunday o'rnatiladi va sizlar bilan har doimgidek ikonik PUBG bo'ldi. Shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar, videomizga like bosinglar, obuna bo'linglar. Demak, sizlar bilan har doimgidek ikonik bugun bo'ldi. Shuncha mehnat qadrlagan holda videoga like bosing. Xayr bo'ldi.